Assalamu alaikum. Welcome back to New Concept English Book 1. Today is Sunday, September 15th, 2019. Now let's dive right into our lesson for today. Our lesson today is lesson 75, and the topic of today's lesson is uncomfortable shoes. As usual, we'll start with the new words and expressions, so please read after me, okay? Number 1, wrong. Wrong. Number 2, fashion. Fashion. Number 3, fashionable. Fashionable. Number 4, shoes. Shoes. Number 5, size. Size. Number 6, bought. Bought. Or as in brackets, buy. Buy. Number 7, pair. Pair. Number 8, ago. Ago. Number 9, get. Get. Number 10, afraid. Afraid. Number 11, uncomfortable. Uncomfortable. Number 12, wear. Wear. Xo'sh, savodashlar, yuqori klass so'zlarning o'qilish ahvoli endi biz ma'nolari bilan tanishib chiqsak, number 1, wrong. Xato degan gap. Savodashlar to'g'rini biladi, nima deydi? Right. Right ning albatta o'ng degan ma'nosi bor, masalan, o'ng taraf, so'l tarafdagi o'ngchi, okay? O'rgangan so'z demakchi, right deganni birisi o'ng taraf degan ma'nosi bo'lsa, yana birisi to'g'ri degan ma'nosi bor. Endi bilganki, men wrong-chu, naqashiningki to'g'ri degan ma'nosiningki aksi, yana xato degan ma'nosi bor. Wrong degan so'zningki. Inglizchada ko'pincha what's wrong deb so'raydi, masalan, nim bo'ldi deganni. So'z ma'nosi bo'yicha tarjima qilsak nim bo'ldi? Xatolik nima yoki nima xatolik yuz berdi degandek ashtaraq bir ma'nosi bor so'z ma'nosi bo'yicha. Tushunsak, lekin what's wrong deganni jonliq tilda nim deb olamiz, nim bo'ldi deb olamiz, okay? Demakchi, xulosa desak, wrong degan nima? Xato degan gap. Okay? Super so'zi. Number 2, fashion. Fashion degan moda iqimi degan gap bu. Okay? Moda iqimi. Masalan, in fashion deb ishlatadi inglizchada. In fashion degani shu moda ichida demakchi, moda demakchi, ma'lum bir narsani shu moda iqimi ichida demakchi. Hali biz tafsilotini konkret misol bilan nimada ko'ramiz? Dialogda ko'ramiz, okay? Fashion nima bo'ldi? Moda iqimi. Number 3, fashionable. Fashionable degan endi super so'ziga aylanib ketdi. Fashion degan moda iqimi ism bo'lgan bo'lsa, men fashionable cho number 3, uchinchi so'z moda degan super so'ziga aylanib ketdi. Masalan, these shoes are fashionable desak nima bo'ldi? Ma oyoqlar moda degan bo'ldi. Ya'ni fashionable moda. Masalan, ma chapon moda, this jacket is fashionable yoki this dress is fashionable deb ishlatadi ko'pincha. Demakchi, ma ko'ylak moda, ma chapon moda degandekchi. Okay? Fashionable nima bo'ldi? Moda. Super so'zi, ya. Number 4, shoes. Shoes o'rganib bo'lgan savoldoshlar, lekin bugungi darsimizda yana alohida ta'kidlanganligi uchun, ya'ni alohida tilga ilinganligi uchun biz qayta so'zlar nimasiga so'zlarningki tarkibiga qo'shib qo'ydik, okay? So'zlar tizimligiga, yangi so'zlar tizimligiga bir yaxshi pishiqlash bo'lib qoladi. Okay, shoes nima bo'ldi? Oyoqlar bo'ldi. Inglizchada shoes deb olamiz. Masalan, my shoes, mening oyoqlarim deb ifodalaydi. Hargizmi my shoe demaydi, mening oyoqim deb. Uyg'ur tilida qanda mening oyoqim qani deb bundoq ishlatayveramiz biz. Demakchi, ko'plik ishlatmasakmi shu oyoqim degandan keyin shu bir jup oyoqim deb tushundu boshqalarmi? Ham o'zimiz ashuna ishlatishga, ashuna ifodalashga ko'ngan. Uyg'ur tilining bir odati bu, okay? Oyoqim qani deb qo'yamiz. Inglizchada where is my shoe deb birlik bo'yicha hargiz unda olmaydi. Chunki where are my shoes? Mening oyoqlarim qani deb oldi demakchi. Okay, shoes, oyoqlar ko'pligi. Number 5, size.
bu razmi degan gap, masalan, cho'ng kichikligi uchun. Okay? What size? Nima razmi? Qanday razmi degan gap. What size? Anonki masalan size 5, size 6, size 7, size 9 damda ishlatadi. Yine 5-ci razma, 6-cı razma, 7-ci razma degandek-ku. Size 5, size 6 degandek, okay? Size razmi. Number 6, bought. Buni tırnaq ichiga buy deb yozib qo'yibman. Cho'qim tushundingiz, buy'ninki o'tgan zamon shakli bo'ldi. Biz bir necha darsdan buyon qandaq bir necha dars bo'ldi, demakchi fe'llarninki o'tgan zamon shakli bilan tanishishga boshlagandik. Har qanday fe'lni o'rganganda uningki o'tgan zamon shaklini qo'shib o'rganamiz deb. Okay, men oldingi darsda misol qilib berdim, Uyg'ur tilida bu ahvol, masalan, men tamoq yeyapman desak, shu topda bo'layotganligini, yuz berayotganligini bildirdi. Men tamoq yeb bo'ldim desak, demakchi u ishning putib bo'lganligini bildirdi. Yegandim desa, o'tgan zamonda bo'lganligini bildirdi. Demakchi, biz o'zimiz diqqat qilmagan bilan amaliyotda Uyg'ur tilidami fe'llar qanday o'xshamagan zamonlarda, o'xshamagan shakllarda keladi. Ingliz tilida bu ahvol demakchi-ku. Shunga fe'llarni o'rganganda asli shakli ma'vo, o'tgan zamon shakli, ya'ni o'tgan zamonda ishlatiladigan shakli ma'vo deb turib, sezgurlik bilan o'rganish kerak. Okay? Xo'sh, bought uzun gapning qisqasi buy'ning o'tgan zamon shakli, ya'ni setibelish. Okay? Setibelish. Masalan, I bought a book yesterday desak nima bo'ldi? Men tunugun bir kitob setib oldim degan bo'ldi. Hargizmi I buy a book yesterday demaymiz. Hargiz, buy degan asl shakli. Demakchi, tunugun men kitob setib oldim degan yerga hargizmi fe'lning asl shakli buy'ni ishlatmaymiz, balki bought, ya'ni o'tgan zamon shaklini ishlatamiz. Chunki o'tgan zamondagi bir harakatni ifodalayapmiz. Shundaqmi? Okay? Number 7, pair. Bu jup degan gap. Masalan, a pair of shoes deb oladi. A pair of shoes degani shu bir jup oyoq degan gap. So'z ma'nosi bo'yicha tarjima qilsak, bir jup oyoqlar bo'ladi-ku. Biz Uyg'urchada bir jup oyoq deb bundoq ifodalashga ko'ngan. Okay? Pair, jup. Number 8, ago. Ago ni sog'lashlar bildi, lekin yana qo'shib qo'ydim. Ago degan damda masalan manchilik vaqtdan ilgari yoki manchilik vaqtning oldida degandek ma'nosi bor. Okay, masalan 5 minutes ago deydi. 5 minutning oldida, 5 minut ilgari degan gap bu. Okay? Masalan 2 days ago degancha 2 kunning oldida degan bo'ladi. Ago. Number 9, get. Qo'lga keltirmak, erishmak, ammaq, ega bo'lmak degandek ma'nosi bor. Getninki. Okay? Pela. Number 10, afraid. Bu supa so'zi bo'lib, masalan, bir narsadan qo'rqqan holda degan ma'nosi bor. Masalan, I am afraid of dogs desin bo'ldi, men itlardan qo'rqaman degan bo'ldi. Albatta inglizchada I'm afraid of dogs deb itlar deb ko'pchilik bilan oladi. Uyg'urchada qanday men itdan qo'rqaman deb ifodalaymiz. Ingliz bilan Uyg'urchaninki ifodalash oddiy diqqat qilaylik. Chunki inglizda nayt to'liq ammasi hisobmas. I am afraid of dogs deb men itlardan qo'rqaman dedim. Har qanday itdan demakchi-ku. Xo'sh, uzun gapning qisqasi afraid degan qo'rqadigan degan ma'nosi bor. Hele biz nimada dialogda texmo tafsiliy o'rganamiz buni. Okay? Number 2, number 11, uncomfortable. Uncomfortable degan rahatsiz degan gap. Odamni bearam qiladigan, rahatsiz degan so'z. Okay? Bir misholda qo'shimcha bir gapni mushu so'zga munosib qo'shimcha bir gapni deb o'tib ketsam, oldidagi un oldi qo'shilib o'tsin, shunda tashlansa comfortable bo'lsa nima bo'ldi? Comfortable bo'lsa rohatlik degan gap. Odamga rohat berishlaydigan rohatlik degan gap. Shunda oldiga un ni qo'shib qo'ysak qandoq? Rohatsiz, odamni bearam qiladigan degan ma'noga o'zgaradi. Demakchi, sifatlarda shunday bir ahvol bor. Hammasi unda emas, ba'zi sifatlar. Okay, demakchi bir sifatning oldiga un ni qo'shsak, shuningki qarshi ma'nosiga o'zgaradi demakchi. Yana bir qatim takrorlasam, comfortable, rohatlik, uncomfortable, rohatsiz. Okay? Number 12, wear. Wear degan kiyish degan gap. Kiyish, okay? Xo'sh, shunda bo'lsa, so'zlarninki o'qilish ahvoli va ularninki ma'nolari shundoq, hamda biz diqqatimizni darsimizninki
temisiga bir yetkisak, qarang, lesson 75 uncomfortable shoes dedi. Rahatsız oyoqlar degan gap ekan. Xo'sh, bu darsimiz rahatsız oyoqlar degan temadagi bir dars ekan. Dasa ko'rib boqaylik zodi qanday bir mazmun bor, ha? Albatta, dialogni o'rganishdan burun qanday kechiraman, dialog hargiz tekst emas, chunki. Okay, sorry. Conversation. Hamma tayyorlikni yaxshi qildim deb shuni unutib qoldim. Bu bir conversation hargiz text emas, okay? Conversationda demakchi biz conversation o'rganimiz hozir o'rganib bo'lib javob berishga tegishli savol nima ekan? What's wrong with the fashionable shoes deydi. What's wrong degan nima bo'ldi degan gap bu. Yoki xatolik nima degan gap bu. Nimada deydi u? Nim bilan with the fashionable shoes. Moda oyoqlar bilan deydi. Moda oyoqlarda chatoq bormi degan gap yoki nima chatoq bo'ldi degan gap. Okay? Moda oyoqlar to'g'riliq nima bir chatoq bor degan gap. Okay? Yoki nim bo'pti degan gap. Moda oyoqlar nim bo'pti degan gap. Albatta, bunday qarasangiz darhol tushunib olmaysiz bu nima degan gap deb. Hele tekst dialogni o'rgangandan keyin undan aniq bir tushuncha hosil bo'ldi. Ma'ni so'rabdi-ki aslida. Okay? Hozircha what's wrong deganni nim bo'ldi, nima xatolik bor deb tushunsak, with the fashionable shoes degan shu. With ni bilamiz o'g'lishlar. Bilan degan gap bu yerda shu. Moda oyoqlar bilan nima ish bor demoqchi yoki moda oyoqlarga nima bo'pti deganda hech bir ma'nosi yo'q. Tafsilotni konkretli nima bilamiz dialogni o'rganganda. Okay? Demakchi lesson 75 niki temasi uncomfortable shoes. Biz javob berishga tegishli savol-chu, what's wrong with the fashionable shoes? Xo'sh, shunday bo'lsa, endi biz dialogni ko'rib boqaylik, qarang, ha? Lady nim deb boshladi gapni, qarang. Lady buni deb boshladi. Ma'ayish boqing, ha? Do you have any shoes like these? Yana bir qatam, ha? Do you have any shoes like these? Desa shop assistant nima deydi? What size? What size? Degantiz lady qo'pib size 5. Size 5. Desa shop assistant nima deydi? What color? What color? Lady nima dedi? Black. Black. Shop assistant qo'pib I'm sorry. I'm sorry. We don't have any. We don't have any. Digante lady qo'pib, but my sister bought this pair last month. But my sister bought this pair last month. Digante shop assistant qo'pib, did she buy them here? Did she buy them here? This a lady named Edo. No, she bought them in the U.S. No, she bought them in the U.S. Digante shop assistant named Edo. We had some shoes like those a month ago. We had some shoes like those a month ago. But we don't have any now. But we don't have any now. This lady named Dede. Can you get a pair for me, please? Can you get a pair for me, please? This shop assistant named Dede. I'm afraid that I can't. I'm afraid that I can't. They were in fashion last year and the year before last. And
They were in fashion last year and the year before last. But they're not in fashion this year. But they're not in fashion this year. The pull-up shop assistant nimdaydi yana? These shoes are in fashion now. These shoes are in fashion now. This is a lady nimdaydi. They look very uncomfortable. They look very uncomfortable. This is shop assistant nimdaydi. They are very uncomfortable. They are very uncomfortable. They pull up. But women always wear uncomfortable shoes. But women always wear uncomfortable shoes. Okay? Xo'sh, unda olsa, endi biz nima ish qilamiz deganda, boshdan bir tarjima qilib chiqamiz albatta, qarang. Nihoyatda diqqat qilsangiz, albatta hozirgi o'qishimiz yetarli emas, savoqdoshlar, men jiqdayman bu gapni darsda. O'zingiz shu videoni sal keyinga yandirib, qayta anglab, to'g'rab o'qib, agishib, bunda qilsangiz mumkin bo'ladi. Okay? Xo'sh, unda olsa, tarjima qilaversak, lady boshlabdi gapni, qarang. Do you have any shoes like these? Do you have degan sizda bormi degan gap. Buni hozir bir bilib bo'ldik-ku, ha. Endi o'sida do you have demakchi sizda bormi deymiz. Do you have bizman deymiz. Undayda do you have any shoes like these? Qarayli, ha. Do you have sizda bormi? Any shoes oyoqlar like these? Malaga o'xshash dedi. Like degan mishara o'xshash degan gap, ha. Like these. Malaga o'xshash dedi. Unda sizda malaga o'xshash oyoqlar bormi dedi. Esonlarda bo'lsin. Men abiyam degandim, biz Uyg'urchada sizda ma'nodek oyoq bormi deb ma'nodek deb birlik ko'rsatish olmasini birlik qilib ishiltib, oyoqni birlik qilib ishiltimiz Uyg'urchada. Sizda ma'nodek oyoq bormi deb. Inglizchada hargiz unda demaydi. Oyoq degan ikki narsa, yana bir juft narsa. Unda olgandan keyin mavla deb unda ataydi. Okay? Ya'ni sizda malaga o'xshash oyoqlar bormi degani. Amerika anini deb tushunamiz, bu bak tonishliq bizga. Savol jumlalarda, ya'ni azroq yoki bir nechasi bormi degan yerda cho'qim biz anini qo'shib so'raydi. Do you have demakchi o'g'lim, do you have shoes like these demaymiz. Do you have any shoes like these deganimiz shu. Azroq bo'lsin bormi yoki bir nechasi bo'lsinmi yoki bir necha juft bo'lsinmi degandek maqsadda anini ishlatadi. Okay? Azroq yoki bir qancha deb. Lekin tarjima qilganda tarjima qilmaymiz. Men bu gapni jiq degan, shunaqmi? Do you have any shoes like these? Nima bo'ldi? Uzun gapning qisqasi, sizda yoki sizlarda you degan siz sizlarga qartilgan-ku. Demakchiman, do'konga qarta aytayotgan bo'lsa, sizlarda deb olamiz. Agar yolg'iz qarshi tarafni sizda deb so'rayotgan bo'lsa, sizda deb olamiz. Demakchi bu qanday olsak bo'laverdi. Okay? Balki you-ni gapning o'ramiga asosan jonliq tushunish kerak, chunki deb qo'yishim biz. Siz bilasiz buni, lekin deb qo'yishim. Xo'sh, do you have any shoes like these? Sizlarda yoki sizda malaga o'xshash oyoqlar bormi deydi. Azroq bo'lsinmi degandek, shunga anyni qo'shdi, ha. This is shop assistant nima deb javob berdi? What size? Nima razmer deydi. Ha, qanday razmerlik demakchi-ku. Inglizchada mana nima razmer deb so'raydi. What size? Okay? Lady nima deb javob berdi? Size 5. 5-chi razmer deydi. Okay? Shuna deymiz endi. Hargiz 5 size demaymiz-mi? Size 5. Xuddi number 1 degandek-chi, biz birinchi nomer deymiz-ku, inglizchada nomer 1 deydi. Shunga o'xshash razmer 5 deb unda alyapman. Size 5 deb. Okay? Shop assistant nima deb so'radi? What color? Nima rang deydi. Colorga diqqat qilaylik. Ma angliyacha yozilishi, Amerikancha yozilishi qanday bo'ladi? U ni olmaymiz, ha.
COLOR deb yazamiz colorni. Amerikalıqlar U'ni qisqartib etgan. Okay? Angliyada ham to'liq qoladi COLOUR deb. What color? Qisqasi. Nimarang? Ladyning bergan javobi nima? Black, qora dedi. Xo'sh, shop assistant nima dedi? I'm sorry. Xijilman dedi. Sorry ni men bakcha tushuntirib o'tgan savoldoshlar dars xonadashida. Xijil bo'ladigan, kechirim so'raydigan degan gap. Bu yerda xijil bo'lish yoki kechirim so'rash deydigan fe'l emas bu. Bu balki qanday sifat, sorry degan bir sifat so'zini so'z ma'nosi bo'yicha tushunsa qanday men xijil bo'ladigan holatda degan gap yoki men xijil deb olsak bo'ladi. Hargiz meni kechiring deb albatta ko'shma ma'nosi shundoq. Ko'shma ma'nosi meni kechiring, lekin jumlani tushunaylik demoqchi mana I'm sorry degan amaliyotda so'zma-so'z tushunsa qanday men xijilman degandek ishlar ma'nosi bor. Okay? Sorry nima dedik? Sifat so'zi dedik, xijil bo'ladigan, kechirim so'raydigan degan ma'nosi bor. Okay? Xo'sh, xijilman yoki meni kechiring ko'shma ma'nosi bo'yicha. Deb bo'lib nima deydi? We don't have any. We have some bo'lgan bo'lsa bayon jumla bo'ladi. Bizda azroq bor yoki bizda bir qancha bor degan bo'ladi. We have some degan bo'lsa. Endi bo'lmagandan keyin some'ni ishlatmaydi, any'ni ishlatadi. Biz buni jiq deb qo'ygan. We don't have any. Bizda azroqmi yo'q demoqchi. Mishada azroqmi degan ma'nosi bor any'ninki. Ya'ni bo'lishsiz jumla o'g'ashqa any deb ishlatiladi. Jiq degan bo'lgan buni. We don't have any shoes like those demoqchi. To'liq olsa we don't have any shoes like those. Bizda a'loga o'xshash oyoqlardan hech qanchalik yo'q, azroqmi yo'q demoqchi. Qisqartirib qilganda we don't have any deydi. Bizda azroqmi yo'q deb. Lady nimdir bu gapni anglab, but my sister bought this pair last month. Lekin mening singlim yoki ocham sisterni bunday qarsak bilgil olmaydi ochisi ya sonisi ekanligini. Qanday olsak bo'ldi bu yerda? Okay? Albatta oldiga older yoki younger kelsa undan ochisi ya sonisi deb bilgil oldi va demakchi my sister desa biz uqolmaymiz. Ocham deb olsaqmi bo'ldi, singlim deb olsaqmi bo'ldi. Okay? Xo'sh, but my sister lekin mening ocham yoki singlim bought buyni o'tgan zaman shaklda sotib ekan. This pair ma jupni deydi. Yoki bu jupni. Last month. Oldingi oy. Ya'ni lekin ocham oldingi oy ma bir jupni sotib ekan degan gap bu. Bu yerda this pair degan nima amaliyotda this pair of shoes degan gap. Qisqartirib this pair deb olgan ma jupni deblar. Okay? Amaliyotda shu this pair of shoes last month. Ya'ni but my sister bought this pair of shoes last month desa to'liq bo'lgan bo'ladi ma jumla. Ashu of shoesni qisqartirib aytgan demakchi. Nima degan gap bunda bo'lsa, lekin ocham o'tgan oyda ma nimani sotib olgan, ma jupni sotib olgan dedi. This shop assistant nima dedi? Did she buy them here? Mishada sotib olganmi degan gapni o'tgan zamonda albatta o'tgan zamondagi jumla bu. Qaysi yordamchi fe'lning yordam bilan ifodalaydi did bilan. Okay? Agar hozirgi oddiy zamon bo'lgan bo'lsa do yoki does'larni ishlatadi. Yodingizda bor-ku. Did bo'lgandikilar ama o'tgan zamondagi bir ishni so'rayotdi deb ham tushunamiz. Okay? Did she buy them here? Buy degan nishada fe'lning asl shakli sotib olish. Asl shaklda kelyapti. Nimishqa? Chunki o'tgan zamondagi bir jumla bo'lsa-mu, asl fe'l, ya'ni buy degan asl fe'l-ku, fe'lning asl shakli. O'z shaklida keladi, asl shaklida. Nimishqa? Chunki o'tgan zamonga o'zgarish vazifasini yordamchi fe'l does ustiga kelib did o'zgarib ketdi. Unda olgandan keyin u o'tgan zamonga o'zgarish vazifasini ustiga kelib asos fe'lni qanday beka qo'ydi degan gap. Shu asos fe'l o'z shaklida keldi, o'z holatida keldi, o'z shaklida keldi deymiz. Okay? Ya'ni uzun gapning qisqasi did she buy u sotib olganmi degan gap. Them ulani here bu yerdan. Ya'ni u ayolchilik u o'shi. U ulani bu yerda sotib olganmi, mishar sotib olganmi degan gap bu. Okay? Lady nimda javob berdi bu gapga? No, she bought them in the US. Yo'q, u sotib olgan ularni ichida Amerikaning. Ya'ni yo'q, u ularni Amerikada sotib olgan degan gap bu. Okay? She bought them in the US. Hargiz she buy them in the US demaymiz-ku. Bu o'tgan zamonda sotib olgan.
Amerikada setib olibdikan degan gapga hargiz byni ishlatmaymiz, botni ishlatamiz. O'tgan zaman shaklini ishlatamiz fe'lni. Okay? Men jiq dedim bu gapni. Deganda sharp assistant qo'pib, we had some shoes like those a month ago dedi. Had degan nima? Have ning o'tgan zaman shakli. We have degan bo'lsa bizda bor degan bo'ladi. We had bo'lsa bizda bati deb o'tgan zamanda oladi. Okay? Demakchi we had bizda bati. Some shoes azroq oyoqlar dedi. Like those ashlarga o'xshash dedi. Those degan ashlarga qo'lingiznikidek demakchi. A month ago bir ayning oldida dedi. Nima degan gap bu? Bizda bir ayning oldida ashlardek yoki ashlarga o'xshash oyoqlar, azroq oyoqlar bati deydi. Some shoes, okay? Tushunishlikku? Bizda bir ayning oldida ashnondek oyoqlar bati yoki ashnondek azroq oyoqlar bati demakchi. Some deganni tushunyapsiz-ku, ha? Uyg'urchada hargiz unday demaymiz. Bizda bir ayning oldida ashtoq oyoqlar bati deb lamamiz. Inglizchada bizda bir ayning oldida ashtoq ba'zi oyoqlar bati, azroq oyoqlar bati deb samni aniq ammasi bo'lmaydi. Okay? Inglizchaning ifodalash odati ma'lum. Xo'sh, shunda olsa bizda bir ayning oldida ashnondek oyoqlar bati, azroq deb bo'lib nima deydi? But we don't have any now. Lekin we don't have degan bizda yo'q degan gap bu. Any azroqmi? Now. Lekin hozir now degan hozir bu. Lekin hozir bizda hozir azroqmi yo'q deydi. Tushunishdikmi? Bizda bir ayning oldida ashnondek oyoqlar azroq bati yoki ashnondek azroq oyoqlar bati, lekin hozir yo'q demakchi. Xo'sh. Bu gapni anglab lady nima dedi? Can you get a pair for me please? dedi qarang. Can you get a pair for me please? Can you get degan ola olamsiz degan gap. Getni nima dedi qabiyam? Elish, qo'lga keltirish degan ma'nosi bor. Demakchi nima deb tushunimizmishada? Can you get a pair? Bir jup epiralamsiz for me men uchun dedi. Bir jup qo'lingizga qo'lga keltiralamsiz men uchun bir jup ne demakchi? Can you get? Okay? Ya'ni jonliq tilda nima deb olamiz buni? Men uchun bir jup nima qila topa olasizmi? Yoki qo'lga keltiralarsizmi yoki epiralarsizmi demakchi. Okay? Please deganni nihoyat ustulik bilan singdiruvdimizku jumlaga takalluf qilib, mana bir ajib epiralarsizmi qanday bo'lar degandekchi. Desa sharp assistant deydi, I'm afraid that I can't. I'm afraid degan amaliyot biz ko'rib bo'lgan jumla shakli bu. Hey qanday bo'larki menimcha mundaq-mundaqchimi? Ya'ni men ansiraymanki degandek ishlar bir ma'nosi bor. So'z ma'nosi bo'yicha tushunsak, abiyam afraid ni nima deb tushunganman, yodingizda bo'lsa, ansiraydigan, qo'rqadigan degan ma'nosi bor so'z. Bu sifat so'zi. I'm afraid desak nima bo'ldi? Shu men ansiraydigan holatda degan gap bo'ldi. Nimadan? Inglizchada that deb ishada bir so'zni qo'shidi qarang. Va yangi bir ahvol bundan keyin asosda ko'nib qolsin ma'noga qarang. I'm afraid deydi. Men ansirayman that shuningdan deydi. Nimadan? I can't. Ya'ni o'zining kayniga bir agashma jumlani agashtirib keladigan bir narsa ma that degan mishadi. Hozircha shunchalik bilib turing, keyingi darslarda bak tafsilda so'zlaymiz buni. Asosda murakkablashib boshlaydi inglizchamiz, okay? Qarang. I'm afraid that I can't. Ya'ni men ansirayman shuningdan, ya'ni I can't. Men topolmasmanmiki deydi. Ya'ni I can't get a pair for you demakchi. Ma can't kaynida aslida get a pair for you degan gap bor. Ya'ni I'm afraid that I can't get a pair for you. Ya'ni men ansirayman shuningdan, ya'ni I can't get degan erishamayman, qo'limga keltirolmayman degan gap bu. I can't get. Nimani a pair bir jupni for you siz uchun. Ashta degan gap asli bu. I'm afraid that I can't get a pair for you. Buni qisqartiriblar. I'm afraid that I can't deydi. Ya'ni tepranmasmanmiki demakchi. Ayol nima deganda bu demakchi ma prikazchikningki mal sotquchininki bu gapi ayolning qaysi gapi qarta deyilgan gap?
Can you get a pair for me please degan gapga qarata javob ma'lum. Ya'ni ayolninki gapi nimada? Savoli menga biror jup olib beralasizmi, tepib beralasizmi deganiga javob beryapti. I'm afraid men ansirayman shuningdan, ya'ni tepib bermasligimdan. Ya'ni men tepib bermasligimdan ansirayman demoqchi. Uyg'urchada naydi jonli qilib munda deymiz, qarang, bilib oling, ha? Hay tepib bermasmanmiki degan gap. I'm afraid degan ashtaraq bir gap. Masalan, are you angry desa birisi, siz xafami deb so'rasa, siz nima deysiz? I'm afraid I can. Sorry, I'm afraid I am desak nima bo'ladi? Men yozaymiyaga, nayda qiziqarli bir jumla bu. Mushundan bilib olasizlar. Masalan, birisi sizdan are you angry? Xafa bo'lib qoldingizmi deganda, masalan, siz xafami deb misol so'raydi, are you angry desa siz qo'pib I'm afraid I am desak nima bo'ladi? Yoki I'm afraid that I am desak, qarang, so'z ma'nosini qo'yib tushunsak, I'm afraid degan men ansirayman degan gap yoki ansiraydigan holatda. That shuningdan nimadan I am shu angrylikdan demoqchi. Men shu achchig'im xafa bo'lib qoldimmi deb ansirayman o'zimni degan gap bu. Buni jonliq tilda nima deb olamiz? Ay xafa bo'lib qolgandek turman jumo degandek bir ma'nosi bor. Inglizcha aytiliqi yumorga to'lgan bir til. Masalan, bir sizdan so'rasangiz, masalan, ingliz tili ana tili bo'lgan bir odamdan ashyo so'rab qolsangiz, masalan, bir gap chiqib bir vajidan, bu menda xafalab qolganmidi deb, masalan, are you angry deb so'rasangiz, mushtada javob berishi va ularningki. I'm afraid that I am. Masalan, shu xafa bo'ldimmi deyman deganni misol ifodalaydi. Ya'ni g'u deyman degani shu ashta bo'lishdan ansirayman degani demoqchi. Okay? Xo'sh, shundan so'ng mishalki I'm afraid that I can't degani qanday? Men ansirayman topolmasligimdan. Amaliyotda jonliq tilda nima deymiz dedim. Tepib beramandim-ki deb olsak to'g'ri bo'ldi demoqchi. Okay? Davomi. They were in fashion last year and the year before last. They were in fashion degan ular idi, moda ichida dedi. Ular modada demoqchi-ku. Last year bultur. And the year before last. The year before last degan nimada? Shu yil, ya'ni eng oxirgisining oldida, ya'ni bulturqisining oldidagi degan gap. Bu nima? Bulturqining oldidagi yil degan nima gap? Amaliyotda shu ulush yil degan gap bu. Bulturning oldidagi yil deganni ulush yil deymiz Uyg'urchada. Inglizchada qanday qilishlar ataydi? The year before last. Last degani eng oxirgi degan gap. Ya'ni last year demoqchi. Eng oxirgi yil degan nima? Amaliyotda shu bultur degan gap bu. Okay? Unda olsak, they were in fashion last year and the year before last degan nima ekan? Ular bultur va ulush yil moda ishida edi, ya'ni moda edi demoqchi ekan. Okay? They were. Were degan nima? Are ning o'tgan zaman shakli. Hozir oddiy zaman bo'lgan bo'lsa they are bo'lib keladi. O'tgan zaman survatsak qanda are were bo'lib qoladi. BPN ning o'tgan zaman shakli, ya'ni jumlaning egisi ko'p kelganda were bo'lib keladi-ku. Bo'lmasa was bo'ladi. Okay? Tushunishliku? Xo'sh, undan keyingi jumla but they are not in fashion this year. Lekin they are. They are deganki qisqartirilmasa there va ular bo'lsa not emas in fashion moda this year bu yil. Lekin ular bu yil moda emas demoqchi. Ya'ni ular bultur bilan ulush yil modada, lekin ular bu yil moda emas demoqchi. Okay? Shunga are ishlatadiku bu yil bo'lg'ashqa they are deb. Bultur bilan ulush yilga nimani ishlatdi? They were deb ishlatdi. Buni tushunib o'tiryapsiz, ha? Okay. Another shop assistant diye mundaraydı. These shoes are in fashion now. Ma bu ayaklar bolsa moda hazır dedi. Yani ma ayaklar hazır moda dedi. This lady kopup they look very uncomfortable. Yani look nimde düşünümüz parmakka deb düşünümüz. Ular parmakka naydi rahatsızken dedi. This shop assistant dedi, they are very uncomfortable. Agar diqqat qilgan bo'lsangiz, men abim dialogni o'qish jarayonida mishay kelganda, mushu are ni alaydi urg'uliq o'qidim. Nimishqa? Chunki yanto yozilgan.
Nimişki yantu yazıp koydu bunda sözlerni desangiz, urg'uluq o'qishga tegishli so'zlar bu. Demakchi, agar bir kitob o'qiyotgan bo'lsangiz, bir hikoya yoki roman, tuz xat, normal xat nusxasida o'qib ketib, tuyuqsiz bir yantu shaklda bir xatni ko'rib, bir so'zni ko'rib qolsangiz, qanday urg'uluq o'qishimni nima qilib, urg'uluq o'qishimni askartib, mushtaq yantu harfni yozibdi deb tushunsangiz bo'ldi. Demakchi, they are very uncomfortable. Nimish qundaq yantu harfni yozib urg'uluq o'qiymiz, undan so'ng ma'nosi nima uni desangiz, haqiqatan ashtaq demakchi. Haqiqatan ashtaq degan ma'nosi bor. They are deb o'qishdagi maqsad haqiqatan ashtaq degan ma'noni ifodalamoqchi. Ya'ni urg'uluq o'qishdagi maqsad. Okay? Masalan, buni qilgan sanmi, menmi yoki umu deb bunday so'rab qolsa, voy men deb men deb bakrak urg'uluq aytishimiz bor Uyg'ur tilida. Demakchi, bu kitobmi yo daftarmi desa, kitob deb urg'uluq deymiz. Ashtaraqlan bir gap bu. İngilizce qanda they are very uncomfortable degani shu. Ular haqiqatan noiti rahatsiz demakchi. Ayol ular qarmoqqa rahatsiz, noit rahatsizkan dedi, ma ar qo'pib, ular amaliyotda rahatsiz demakchi-ku. Shu sababdan shu are-ni ashtaq ishlatadi demakchi. Okay? But women always wear uncomfortable shoes. Lekin ayollar doim kiydi rahatsiz oyoqlarni deydi. Okay? Demakchi, ular qarmoqqa nimalar emas, qarmoq rahatsiz emas, amaliyotmi rahatsiz. Ham qanaq bo'lganda ayollar doim shu rahatsiz bizimlarni kiyib olsalar demakchi u odam. Okay? Xo'sh, unda olsa dialog, mush dialog savoldoshlar o'qidik, ma'nosini tushundik, endi bu yana yetarli emas. Mening deydig'im qandoq? Yenilar qandoq? Jiq o'qib, yezib, yodlab mashq qilib olsangiz bo'lmaydi. Bo'lmasa, sizning bilimingiz aylanmaydi. Unda biz savolga javob berib bo'lib qandoq mashq ishlaylik, ha? Qarang, conversationning savol nimasi? What's wrong with the fashionable shoes? Ya'ni moda oyoqlarga nim bo'pti degan gap bu, ha? Tushunsak, so'z ma'nosini qo'yib tushunsak. What's wrong? Nim bo'pti? Nim bo'ldi? With the fashionable shoes. Moda oyoqlarga nim bo'pti degan gap. Yoki nimacha taqvo ekan degan gap. Javob nima? They are very uncomfortable. They are very uncomfortable. Okay? Ularni aytdi, rahatsiz. Demakchi, moda oyoqlar qanday, ularda nima masala bor ekan, ularda nimacha taqvo ekan degan savolga javob ma'lum. Ular to'liq rahatsiz dedi. Okay? Ulardagi masala shu. Qo'shimda bo'lsa, so'zlarni o'rgandik, dialogni o'rgandik, savoldoshlar, endi qanday qilsangiz, o'zingiz qapqalda mashq qilish. Endi biz lesson 76, ya'ni when did you biz nima degan temadagi mashqni bir ishlab ko'raylik, ha. Ishlash orqali o'zimizning hozirgi 75dagi bilimimizni cho'nqurlashtiraylik. Qarang, new words'dan amaliyotdan new words'lar emas bular, yangi so'zlar emas. Siz bildigan so'zlar, lekin bir o'qib o'tib ketaylik, qarang, ha. Minute. Number 2, hour. Number 3, day. Number 4, week. Number 5, month. Bir diqqat qiling, shu month-ni o'qigan 5-so'z. En ahirda ishga harfi th qanday o'qiladi? Th. Thank you dega th o'qildi. Cho'qimashda o'qing. Hargiz bunday yo'lablam demakchi apla o'tkazib o'tmal degan maqsadda bunday month deb o'qimang. Cho'qimki month. Okay? Anonkin year. En ahirgi so'z. Abim dedim, bu so'zlar savoldoshlarga tunishliq, lekin bir tez ko'rib o'tib ketaylik deb. Hozir mashq ko'rsiz bularni, ha. Endi qattiq samingizga sanmoqchi bo'lman. Nishada ko'z chaqliq, yangi so'zlar tizimlikda, ha. Number 1, minute degan gap. Okay? Number 2, hour, soat. Okay? Lekin yozganimizda yozamiz, lekin h ni o'qimaymiz, juma. Hour deb o'qib qo'ymaymiz, juma.
hour. Xo'p, deylik, bizningdiki hour bor-ku. Shunga o'qilishi, lekin yezilishi o'xshamaydi qarang. Bizningki yezilishi qanday? O U R. Soatning yezilishi qanday? H O U R. Okay? Saat. Number 3 day. Kun degan gap. Masalan, 1 day, 2 days, bir kun, 2 kun degandek tushun. Number 4 week. Bu hafta. Okay? 1 week, 2 weeks, 3 weeks degandek. Number 5 month. Bu ay degan gap. Masalan, 1 month, 2 months deb alamiz ku. Number 6 year. Yil degan gap. 1 year, 2 years degandek. Okay? Xo'sh, shunda bo'lsa, endi biz qanday qilamiz? Albatta, kitob qaytib, kitobning mazmuniga kechiringlar, kompyuterimdan ozroq chatoq chiqqanmi? Mana tez surgilmayapti mana bu betni, ha? Ichimdan pishirayaptim, ha? Az qoldi. Okay, lesson 76. When did you? Deydi. Siz qachon bunday qildingiz? Demoqchi ekan. Oldi bilan malani ko'rib o'taylik, jadval ichidagi vaqt ifodalashlarni, vaqtlarning ifodalash usullarini qarang. This week degan bu hafta degan gap. This month bu oy. This year degan bu yil degan gap, okay? Agar last week desakchu, oldingi hafta degan gap. Last month deganchu, oldingi oy degan gap. Last year, oldingi yil yoki bultur, okay? This week, the week before last degan nima? O'lish hafta degan gap, enaqi. Oldingi haftaning oldingi haftasi, o'tgan haftaning oldingi haftasi demoqchi. Okay? O'tgan haftaning oldingi hafta demoqchi, the week before last degan. The month before last, ya'ni oldingi oyning oldingi oyi, ya'ni o'tgan oyning oldingi oyi demoqchi. The year before last. Bulturning oldingi yili, ya'ni o'lish yil deymiz ku, okay? Demakchi, last week ni bilsak, the week before last ni tushunish tez emas, ha? Xo'sh, shunda bo'lsa, bular bir xil ifodalash usullari, masalan, bu oy, bu hafta, o'tgan hafta, uning oldingi hafta deganlarni mushta ifodalaymiz. This week, last week, the week before last. Unda asma ago ni qanday qo'shimiz deganda qarang, a minute ago. 1 minut oldida deydi. An hour ago, 1 soat oldida. A day ago, 1 kun oldida yoki 1 kun ilgari deymiz ku. A week ago, 1 hafta ilgari. A month ago, 1 oy ilgari. A year ago, 1 yil ilgari. Albatta, ko'paysaklar asma qo'shiq to'g'ri keldi. Masalan, 2 minutes ago desak ham bo'ldi. 2 minut ilgari degan gap. 5 hours ago, 5 soat ilgari. 3 days ago, 3 kun ilgari. 2 weeks ago, 2 hafta ilgari. 4 months ago, 4 oy ilgari. 6 years ago, 6 yil ilgari. Okay? Qarsangiz, inglizcha mana qanday. Cho'qimki 2 bo'lgandan keyin minutes deb asli qo'shib ishlatadi. Biz Uyg'urchada 2 minut ilgari deb 2 deganimiz, sonni 2 deganimiz bilan minutni yana birlik qilib ishlatayveramiz. 2 minut ilgari deb. İngilizce'de 2 minutlar ilgiri deydi. 5 saatler ilgiri, 3 kunlar ilgiri degandek. Tushunishlik bu. Okay? Hadi bak ma'noga bak diqqat qilaylik. Endi temada nima deb so'raganda, when did you? Siz qachon bizim qildingiz deydi. Endi mana 109 rasmga tatbiqlaylik qarang, ha. Looked at a photograph degan gap mana. Ya'ni qaradim bir rasmga deydi, fotosuratga degan gap bu. Qaradi bir fotosuratga. Unda bo'lsa, nimaga? Savolga tatbiq qilsak, darsningki, mushu 76-darsningki savoliga tatbiq qilsak buni. When did you look at a photograph? Desak to'g'ri bo'ldi. Hozir yozayam yaga, aniq belgiladim. When, qachon, did you, siz bunday qildingiz, nima demakchi? Look at deydi. A photograph deydi. Siz qachon bir rasmga qaragansiz degan gap. Okay, when did you look at a photograph? Javob, I looked at a photograph. Masalan, a week ago. Yoki a week ago ne? Last week desak bo'ladi bu savollar. Hozir xil uslub qoldik bu narsalarga. Okay? Tushunishlik-ku. Ya'ni qayta desam,
when did you look at a photograph deb bir so'rasa sizdan. Siz qachon bir fotosurat qaragandingiz, siz nima javob berasiz? I looked at a photograph a week ago yoki last week. Bu qildi. Jadval ichida ko'rgan tiqqa. Ashunga o'xshash javob beramiz deganga. Savolni endi ko'rib deylik. Did you deb so'raydi. Lekin look ning kayniga idni qo'shmaymiz. Sababi o'tgan zamonga o'zgarish vazifasini yordamchi did ustiga olib bo'lgandan keyin asli fe'l o'z betida keladi. Qo'lni qo'shtirib qo'yib, charchamay pishandan ta'aqquzmay keladi. Ammo bayon jumlalarda qandaq? Degan bo'lishliq bayon jumla. Bayon jumlada asli fe'l o'tgan zaman shaklida o'zi kelmasi bo'lmaydi. Chunki bu yerda yordam qiladigan did kelmaydi demakchi. Tushunishlikmi? I looked at a photograph a week ago degan jumladagi looked degan nima? Look ning o'tgan zaman shakli bo'ldi degan gap. Agar buni tushungan bo'lsangiz, qog'ozlarni tezlab o'tib so'zlab o'tib ketamiz qarang. Masalan, when did the cat jump off the wall? Ya'ni mushuk qachon tomdan sakrdi degan gap bu. Mushuk qachon tomdan sakrdi degan gap. When did the cat jump off the wall? Javob: the cat yoki it jumped off the wall. Masalan, yesterday, tunugun. Tushunishmi? Okay. Vaqtni bildiradigan so'z iboralarni men bakka demsam bular qarang. Masalan, vaqtlardan chiqmagandik. Masalan, yesterday tunugun, the day before yesterday uzishkin. Ammo bugun ko'rayotganlarimiz bu hafta, bu ay, bu yil, o'tgan hafta, o'tgan ay, o'tgan yil. Andan keyin o'tgan haftaning oldingi hafta, o'tgan oyning oldingi oy, o'tgan yilning oldingi oy, o'tgan yilning oldingi yil deb ma'loni hozir mashq qildik-ku bir. Yoki bo'lmasa a minute ago deb ishlasak bo'ladi, 2 minutes ago desak bo'ladi deganlarni men jiq dedim abi ham. Unda o'g'anniki qandaq, ularga bir qarab ketmay, endi men og'za kelam deb birma qog'imni o'zingiz mashq qilasiz, okay? Qarang, Nasmani sal-pal ustiga chiqarib, 111 keldik. When did you, masalan, siz deb so'rayli. When did you walk across the park? Siz qachon walk degan piyoda menish bilasizlar. Across degan kesib degan gap. Nimani? Park. The park. Bog'chini. Ya'ni siz qachon bog'chini kesib mangandingiz degan gap. Bog'chinimda kesib piyoda mangandingiz degan gap. When did you walk across the park? Javob: I walked across the park, masalan, 5 minutes ago. 5 minutning oldida. Okay? 112 rasm qarang. Mabalni so'raydi. U deb, when did he wash his hands? U qachon o'zining qo'llarini yuvdi degan gap bu. Javob: he washed his hands, masalan, 10 minutes ago. 10 minutning oldida. Okay? 113 qarsangiz, madamdan siz deb so'raydi, when did you work in an office? Siz qachon bir ishxonada ishlagan desak javob berdi bu. I worked in an office, masalan, 2 years ago. 2 yilning oldida. Okay? Unda bo'lsa, yuqorqi birinchi qur, ya'ni 109 dan 113 gacha men tafsiliy deb berdim, ham qolganini demayman. Endi o'zingiz deb mashq qilasiz endi qarang. 114 dan boshlab qarang. Lekin men bir o'qib berib o'tib ketmay qarang. Asked a question. Bir savol so'ragan edi. Okay? Typed those letters. Xatlarni urg'andi. Watched television. Televizor ko'rgandi. Talked to the salesman. Mal sotquchiga gap qilgandi. Thanked her father. Dadasiga rahmat aytgandi. Dusted the cupboard. Qachquchi ishkovining chang tuzonlarini surtgandi. Painted that bookcase. Avu kitob ishkovini sirlig'andi. Waited at the bus stop. Avtobus bekatida saqlag'andi. Wanted a car like that one. Mashinaga o'xshash yoki birsiga o'xshash bir mashinani og'isi bordi. Okay? Almoqchidi yoki. Greeted her. Uningga salom bergandi. Xo'sh, unda bo'lsa bularda bir o'rtaq ahvol borki, savoldoshlar.
fe'llarning asl shaklining keyiniga ed qo'shibliganda o'tgan zaman shaklini yasagan bir ahvol bor ekan. Mana unga diqqat qilyapsiz. Men degandim oldingi darsda, endi tunugungi darsda yodinglarda bo'lsa. Fe'llar cho'ng jihatdan ikki turli bo'ladi. Birisi qoidalik fe'llar, yana birisi qoidasiz fe'llar deb. Ammo bugungilar qanday amaliyotda qoidalik fe'llar hisoblanadi. Ya'ni fe'lning asl shaklining keyiniga shunday ed yoki dni qo'shish orqali qanda uningki o'tgan zaman shaklini yasaydigan. Mana qoidalik fe'llar. Ham qoidasiz fe'llar deganlar qanday ma qoidaga tushmaydiganlar. Ya'ni asl shakli bilan o'tgan zaman shakli o'xshamaydigan, boshqa bir xil keladigan ashunday fe'llar. Okay, qoidasiz fe'llar bo'ldi. Xo'sh, shunda olsa, bu gap shunchalik bo'lsin, men yetarlik dedim. Endi qanday o'zingizga keldi. Qayta boshdan ko'rib bir o'qib, yozib mashq qilishlar. Xo'sh, shunda olsa qanday? Yo'q, darsningki oxirgi kammidoq bu texe nima? Ağzaki məşq, həm də yazmış məşq gəldi qarang. Yazmış məşqini də bilməsəm bo'lmaydi. Yazmış məşqdə qarang. Written exercises yazmış məşqlər degan gap. A. Rewrite these sentences. Ma'u cümləni qayta yazing degan gap ma'u. Example bunda deydi. She goes to town every day. Goes degan albatta cümlənin ikisi she bo'lganligi uchun go ning kayniga es qo'shilib kelib goes aylanadi. Go degan nima deb berishdi, u bordi demakchi. To town bozorga deydi. Town degan noyi bozor degandek bir gap. Every day har kuni. Bunda qarasangiz bu odat xarakterli bir o'y fikr ekan. Demakchi, hozirgi oddiy zamonda ifodalangan odat xarakterli bir o'y fikr bu. Nima ish qilib ekanmiz desangiz, demakchi, u har kuni bozorga bordi yoki noyi bozorga bordi degan gapdan chiqib turdi. Bu bir odat xarakterli bir o'y sharkat qo'ya. Odat xarakterli sharkatlarni nima deydi? Qanday zamonda ifodalaydi? Hozirgi oddiy zamonda ifodalaydi. Shuning uchun bu go ning kayniga es qo'shilib goes bo'lib keldi demakchi. Mana hozirgi oddiy zamon. Lekin buni qanday zamonga o'zgartiringlar deb qarang. Men o'zgartirdi qarang. Lekin deyishimning sababi she went to town yesterday. U bag'anti noy bozorga tunugun deydi. Unda olsa fe'lning asl shakli nima deydi savoldoshlar? Go deydi. O'tgan zaman shakli nima ekan? Went ekan. Bunda ma'lum asl shakli go deysiz, nima qilmaydi? Goes bo'lib keldi deganni ham demasam bo'lar. Hozir dedim sababini. Jumlaning egisi 3-shaxs birlik. Jumlaning egisi 3-shaxs birlik bo'lganda, hozirgi oddiy zamonda ifodalangan jumlalarda fe'llarning qanaqanda as qo'shiladi degan yodingizda bormi? Endi yodingizga keldi. Agar men har kuni noy bozorga borman degan bo'lsak, I goes bo'lamdi. Yo'q, I go bo'ladi. Endi tushundingiz. Tiringida ichildingizmi deyman? Okay. She goes to town every day. Qisqasi, u har kuni noy bozorga bordi. She went to town yesterday. U tunugun noy bozorga borgan te bo'ldi. Okay? Qolganlarni ishlayolamiz, albatta ishlayolasiz. Men birini ishlab beraman qarang. Number 1. She meets her friends every day. U ko'rishdi o'zining do'stlari bilan har kuni. Ya'ni u do'stlari bilan har kuni ko'rishdi degan gap bu. Qanday ishlaymiz undan so'ng buni? She met her friends yesterday. U do'stlari bilan tunugun ko'rishdi deb ishlatamiz. Demakchi, meet ning o'tgan zaman shakli nima? Met. Xo'sh, undan qolgan o'zingiz qolib qoldi. Endi B mashqni bir ko'rib deydi qarang. Write questions and answers. Savol va javoblarni yozinglar deydi. Example nima deydi? Look at that photograph. Fotosuratga qarang degan gap bu. An hour ago. Yoki fotosuratga qarash. An hour ago, bir soatning oldida. Savolni nima deb tuzayotganmiz qarang. When did you look at that photograph? Kechiringlar, sal cho'poq chiqib qopdim ya. Lekin look fe'lning asl shakli ma'lum albatta. Sababi did o'tgan zamonda kelgandan keyin, demak, yordamchi fe'l o'tgan zamonda kelgandan keyin asli fe'l qanday o'z shaklida keldi degan to'qqiz. When did you look at that photograph? Siz fotosuratga qachon qaragandingiz degan gap bu. Javob: I looked at that photograph an hour ago. Men fotosuratga 1 soatni oldida qaragan edim degan gap. Gapim tushunishmi? Undan berilgan so'zlar look at that photograph bilan an hour ago. Bulardan foydalanib biz when did you look at that photograph?
I looked at that photograph an hour ago deb tuzatdimiz. Yoki kitob tuzib beribdi bizga misol qilib. Qolgan o'zingiz ishlay olamiz, albatta ishlay olasiz. Men 12-sini ishlab bermay qarang, ha? Greet her. Uningga salom berish. A minute ago. 1 minutning oldida deydi. Xo'sh, shunda bo'lsa, nima deb tuzayman savolni? When did you greet her? Siz uningga qachon salom qilgandingiz? I greeted her a minute ago. Men uningga 1 minutdan oldin salom qilgandim bo'ldi. Endi tafsiliy tushundirmayman. Chunki abiyam bak tafsiliy tushundirib bo'lgan. Cho'qim diqqat qilib kelyapsiz, cho'qim tushunib bo'ldingiz. Endi qanday o'zingiz ishlay olasiz. Bunda bo'lsa, ko'p rahmat. Ko'pcha bajardiinglar. Inshaalloh biz keyingi darsda ko'rishaylik. Thank you very much. See you tomorrow.